İşe! Çıkar! Xitoy hukumati taxminan 10 yil ilgari Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa Turkiya xalqlariga qaratgan zulmni zo'r darajada kuchaytirdi va 2017-yildan boshlab G'arb axborot vositalari bu davlat yetakchiligidagi zulmning har xil taraflarini davomli xabar qilib kelyotdi. Qayta tarbiyalash lager sistemasi 2013-yil atrofida asosliq Sharq Turkistonning janubida boshlangan edi. 2016-yilga kelganda Xitoy hukumatining qayta tarbiyalash harakatining ko'lami va kuchi oshgan sari butun Sharq Turkiston bo'yicha qonunsiz tutqun qilingan Uyg'urlar va boshqa Turkiya xalqlarining soni ko'paydi. Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa Turkiya musulmonlarga qarshi ko'plab tutqun qilish, majburiy tug'ut cheklash, tug'mas qilish va bola tushirish, shundaqla majburiy a'zo yig'ilish qatorliq bir qator jinoyatlarni sodir qildi. Xitoy hukumati yana qasddan Uyg'urlarning oila a'zolarini bir-biridan ayirib etish siyosatini yo'l qo'ydi. Taxminan 14 yoshdan 82 yoshga bo'lgan 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'ur har xil tutqun qilish markazlariga qamalgan bo'lib, nurg'un Uyg'ur bolalar ota-onasining biri yoki har ikkisidan ayrilib qoldi. Minglagan Uyg'ur bolalar davlat boshqarilgan yotoqliq maktablar ko'pincha bexatarlik tadbirlari bilan mustahkamlangan yetimxonalarga majburiy avatildi, ham u yerlarda askariy tuzumda Xitoy tili va madaniyati majburiy qabul qildirildi. Bundan boshqa Xitoy hukumatining ko'plab tutqun qilish harakatidan keyin Uyg'urlarni majburiy emgak silish kuchaytirildi. Keng doiralik dalil isbotlar, jumladan Xi Jinping qatorliq Markaziy Xitoy Kommunistik partiya amaldorlarining maxfiy nutqlari, guvohchilarning guvohligi, sobiq tutqunlarning guvohligi, tadqiqot maqollari, tekshirish dokumentlari va Uyg'urlarni nishonlagan tug'ut cheklash tadbirlari va siyosatlarining dalillarini tekshirib chiqqandan keyin Uyg'ur sud kollegiyasi 2021-yili 9-dekabr kuni qonuniy o'lchamlar bo'yicha Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya musulmonlariga qarshi insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik jinoyati o'tkazgan deb hukm chiqardi. 2021-yil yanvarda Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoy hukumatining sistemli holda Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik jinoyati o'tkazayotganligini jakarildi. Boshqa 5 demokratik davlat, Kanada, Gollandiya, Angliya, Litvaniya va Fransiya buning hagashdi. 2022-yil 31-avgust kuni e'lon qilgan BDTning dokladida Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasi insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitilgandan keyin 50 davlatdan tashkil topgan birlashma Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya musulmonlarining kishilik huquqining dafsanda qilinishiga qattiq andish bildirib, birlashma bayonnoma imzoladi. 2023-yilning o'rtalarida Xitoy hukumati chet ellardagi Uyg'urlarning viza olish jarayonini tuyuqsiz osonlashtirdi. Bundan boshqa 2023-yilning oxiridan boshlab yeni yo'l qo'yilgan 15 kunlik vizasiz kirish siyosati bo'yicha sayohatchilarning Xitoy, jumladan Sharq Turkiston kirishiga ruxsat qilindi. Sharq Turkiston kirish cheklamasining yeniliklishi Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilikning oxirlashganligini ko'rsatdi. Bu suhbatga asoslangan hujjat filmda biz bu masalani muhokama qilib, Xitoy hukumatining Sharq Turkiston kirish cheklamasini vaqtli yeniliklatishning parkistga emasdan analiz qilamiz.
biz iltimos qilgan, aniq yozishingiz kerak. Ota-onangiz kim, dadingiz kim, ularning kim sizni taklif qildi, sizni ilib dam boqib bergan adam kim, ha, ashak adresingiz nima, deb adresingiz nima, nimish qilyapsiz, maoshingiz, başdan keyin boshqa birinlar bakka asan yozdik, ularga qachon pasportini olding, nima sababdan pasportini olding degandek asta savollar va to'g'rimiz to'g'an o'qishda boshlab keldik. Ularni yo'llab berdik atrofga. Shu burun men shuncha qaraqdimda Bayram Şubat'ta. Nimişkan pasport aldım deganda xat yozatdik. Ben kishman yoki men bundan deb yozay bu. Hozir unday yo'q. Ondan keyin boshqa bizga deganda 4 kunda chiqadi debdi-da. Ondan keyin telefon qilib sizlar Shinjonlik ekansizlar. Biz Shinjon aytib ashyadan ilqam narsalarni tushirib borgan ekan. Ondan keyin sizlar xabar qildi. Bunga ishkatlikka xabar keldi. Vizani tushdilar. Biz başta Beijingga bordik. Beijingdan o'sha tamojin tushib, ondan keyin Urumchi bormiz deb o'ylagan. Ondan keyin shu Beijing tamojin tushsaklar, oldimizga shaxs chiqdi. Oldim chiqdi. Xush keldingiz deb degandi. Ondan keyin men cho'chib, unga hansochga qoldim-da. Uyquda tamam tuyuqsiz. Ondan keyin ular qo'pabdi shu rasm tortishga boshladi bizni. Saqlab turganga duo dedi bizga, biz bu yerda ishlaylik 10 yildak bo'ldi deb ketganlarni bizda kutib olamiz deb biz shuni o'chib qildi masalan. Ondan keyin shu udulla rasm tortishga boshladi bizni. Men bilsa shunda silxspaya qarasangiz. Lekin qashonamizni bildikanda, ashada bitimiz rasm tortdi. Bizdan hech qanday xabarimiz yo'q, qachon kelganimiz. Madg'animiz ularni xabari bo'lgan kim bular? Bu yerda rasmimiz ilk rasmimiz bilan bitimiz rasm tortib, unga aloq avit berdi. Avit berib, undan keyin shu meni yana aprep undan keyin kichik bo'lgan keyin oz borib chiqqan. Az gap qilib, bak o'zgarib ketdi, yaxshilashib ketdi, yaxshi ko'rib, yaxshi nima pishoz bitkazganlarni ashak berib, yaxshi gap berasiz. Undan keyin o'zingizda ansirmang, o'yliklarda ansirmayman deb desangiz, mishada yaxshi ko'rib, yaxshi o'ynab, cho'glab, jim berib, jim qaytib ketadi. Ama qulruldu deb onu güyadan chiqib ketdi. Ular shu biletni rasm tortib, biz narsamizni surishtirib bo'g'ichi shu yerdan Şu agatte Urumchi tushgan vaqtda dakka tushlikdan pul 10 keyin qilsab o'z uyimizdagi tuqqanlarimiz teshadigan to'qashlar bilan ko'rishdi. Shundan tez chiqib ketdi. Ay plastasiz adam to'samsiz. Vatan bağımını 10 kişi olup ketken değil. Hem sen o bağımdan lekin hem de abamdan avazını 5 yıl anlayamadım. Hem de keyin qarsam var ki gap qilishdan qarsam haqlar siyosat bize yumshatdi deb bergan talaba bağımın tudiyende qasam ishni bo'lmagan berib yotdi. O'shanda men nimachilar boraman ketmadim. Opam odamlarni kelim degandek keyin shu borayda taksirinde qamishlar buni qilib natijasi yaxshi ketdi. Kelim dedi degan odamlar. O chetdagilar u meyatga bas ishlar ishonma, ashirida ular o'z ko'zingiz bilan ko'rsangiz ki ta'sirimiz bilsiz degan ashta dedi. Shundan agar bir xato bo'lsa opam dadamni bilsa ham hargiz unday gap qilmaydi o'lsin degan shu Badım adaşım sen şunda bağma niyetten dikerim. Badım aşbir ayıplarını düşükçe özendime behset korkap gittim. Aydırımda uygunken sen pek kattık teşvik ediyor. Ağzımı bağıya set kattık teşvik ediyor. Ne adıkım şey yok. Aldığımda lekin şunda çıkardan çıkıplan da ama görüşüyordum yine atanan bilen. Tanımaydan tutkallağına çıkıptı. Güller güdürken pek çıkardan çıkıptı. Lekin bu hem de netisi şu sözcüğün adını geldi. Öğümü kilip ben tepkice kondu. Hani günden de netisi kilip pek tolu gap sorup eten niyet pek gapcık yine hem gapni bir yerde deyin bulmaydı sana. Pasportum bolgan diken beri vizga iltimos qildim, viz berdi. Ama bu Xitoy borgan diken biri chiqib qo'yam ketib biroz ansirab turib biletni olmay turdim. Shunama bizning davlat diken borgan bir ishkedan bordi. Ulardan ko'rishib qanday keldi edi sizlar berib keldinglar vatanning vaziyati deb so'rasam shu. O yaxshi kutibdi, berib kelsangiz bo'ldiki o'ynaydigan yoshlar yana jiho kutibdi, urug'da qoldingizdan ko'rishsiz. Berib keling deb degandikini herhalde adamlardigini rastga xotirjam berib kelgandekman deb biletni berib ilib ishkatlik berib keldim endi. Borgandikin aeroplandan tushgandikinlarki bir muncha odamlar taniydigan dadam opammandikin bir muncha odamlar
tuqalla deb qo'yimdiq, shu shachinin odam birken kamera qoldi kelgidimde. 2016 yıldan başlaşıp doğru geldi. 2016 yılımı Muşu çetelden kelgen bir türküm insanlarını tuttu, bir türküm insanlarını yana muşunda qanaqa qarşı ilişqa uydagilarni açqayib muşundaq video ishlaganligini men o'z ko'zim bilan ko'rgan. Shu chaqdami batdi shu ish. Ba'zanlarni aeroportda qo'llarini qarib aketgan bo'lsa, ba'zanlarni hatto aeroportning oldida qarshi elib, nurg'un urug' tuqqanlarni elib chiqib, shu hayron qiladiq bu ikki xil tuzumda hamda bu qanday inson, bu qanday inson. Hammamiz Uyg'ur amaliyotda. Men ko'zim bilan ko'rgan ishlar bu. Hozirgi videolarga qarasam, bular hammasi Urumchi aeroportda Naiti zodi shu cheteldan kelgandagilar bir hissiyotlarini qayta chiqarg'izib, shu videolarga diqqat qilsangiz, hammasida aholi komitidagi ikki Xitoy chiqibla qoladi bir yerlarda, ya biri ya ikkisi. Mushtala qarab tunvag'ili bo'ldi ularninki, zodi kim chiqadi oldiga, kim chiqmaydi, ashunda. Hammasi o'xshash bir ko'rinish. Anandan keyin qarasangiz, keyin hammasi o'xshash bir gullarni ko'tarib chiqayotgan oldilarga, voy qo'shal xo'ram bo'layotgan. Endi mushunda chiqib yana aqidagi berib kelib pushaymon qilgan Uyg'urlarni aldik. Men demoqchiyimda, Shikirda yashanib, chetallardan kelib baliqga da'vat chiqib kesimi, onu chiqib kesimi, Xinjiang bag'onlarni ko'rdim. O'zim to'lida olaman astin. Endi vatanda uchup bag'onlarni men basada anlaganimdimi? Orada uçanlarni aynı tutan emas. Nerede tebrik çıkan bilen biz çıkamız çünkü biz bazen o şekilden nerede tebrik çıkan yok. Tecrübümle başı yatağa oturup gölü falan ne bizne kama uyabulecek kalınca ben orada uçan çocukların tutmayı. Ben toni gelmeden tutun nimen fotoğrafla ligger olan fayda. Aşıma ligger men ne bir an inştalanan değilsin gerek. Şunu oluşuz ben bir şekilde gelenen tüpesinden anons fayda. Tezadın gelenen elbette bir örnek olarak kızılım haşlandı ola. Çünkü ulamın kılan yılhanın içini aşula teşvik bense çünkü ulanıp alıverdiğinde. Adam planlı bulacak bizden adam edikamızda bekliyordu. Bizden özümüz nene olmadıydı belki ma kayaklık kişi oldu. Hayırlar opa bahas diyemilen biz özümüz de şeycilik bulduk. Tallap en dastlabda. Masalan Gollandiyadagi o qizning berishi undaq aerodromda Urumchiga tushgandan keyin uni video ishlab ota-onam bilan ko'rishdim, 7 yil bo'lgan deb unda so'zlashi Xitoy ruxsat qilmasa aerodromda video ag'namaydi. Buni hammamiz bilamiz. Bo'libmi Urumchining aerodromda bir Uyg'urning unda video qilib, uni to'rga chiqarishi bu ajoyib bir mo'jiza. Atsi onun için şu şöyle ya alakta boğuyor polikası tişidin kaygadan da şöyle kurdu şöyle kırıklık yolda Guahatí'nin default'u